Ingliz tili o'qituvchimisiz? O'zingizni sinab ko'ring. Bu test siz uchun. I all my school assignments the day before. Xo'p, barcha testlarda javobni hint qiladigan bitta kalit bo'ladi. Keyword bo'ladi. A variant finished, B variant have finished, C variant have been finishing, D variant will finish. Will finish. Xo'p. Kalit so'zdagi chizib qo'ydim. The day before. The day before bir kun oldin. O'tgan zamon kaliti. Shu uchun finished bo'ladi. A variant. I finished all my school assignments the day before.